Shahar qoq markazi T5dan 3 xona 5-etaj. Yumzani abzorni ko'ramiz. Narxini oxirida aytib o'taman. Kutib turing. O'rtoqli ko'cha eshigidan kirganda o'ng qo'lda mana perxoshka. To'g'rida oshxona. O'ng qo'lda hojatxona, hammom, razdельный. Oshxonadan boshlaylik mana bismillah. Oshxonaga xolodilnikdan tortib shkaflargacha qo'yib qo'yganmiz. Hammasi yangi, remontlangan, hech kim yashamagan. Yaxshi, qimmat, sifatli narsalar. Eshiklar ham mana rossiyskiy obkladga yaxshi eshiklar qo'yib qo'yganmiz, qimmat. Mana hojatxonasi. Shuni olasizlar, kirgach olasiz. Koridordan o'ng qo'l kirganda mana katta zal. Zalni ham ko'rasiz. Ustalar, televizorlar, oynalar panoramniy. Shahar juda ham chiroyli ko'rinib turibdi. Zal to'g'risida detskiy, bu yog'i spandli bor. Mana detskiy xona ham dars qilish uchun shkafi, kravati, parda, gul, ustalar mana solib qo'yganmiz. Bu yoq mana raditinskiy xona. Shkaf kiyim kechirish uchun kravat, televizor, yaxshi ustalar. Xullas hamma narsani qilib qo'yganmiz. Uyimizning narxini ajlab 135 ming so'rayapmiz. Shahar markazi C5 da. Kimga qiziq bo'lsa telefon qo'yinglar, gaplashamiz.